أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sizlar namazlarga, bulupmu o'ttiridagi namoz, asr namoziga ahamiyat beringlar. Allohning huzurida itoatmanlik bilan turinglar. Sizlar qo'rqinchda qolganinglarda namozni piyoda yoki ulag'liq ketib berib o'qisanglar bo'ladi. Amonlik topganinglarda namozni Alloh sizlarga ta'lim bergan bo'yicha to'liq o'qinglar. Allohning sizlar bilmagan ahkomlarni sizlarga ta'lim berganligi uchun uningga shukr qilinglar. Aranglardan o'zi vafot bo'lib, ayollari to'l qoladiganlar ayollarining uyidan haydab chiqarilmasdan bir yilgacha yemak-ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlashini o'zi hayot vaqtida vasiyat qilsin. Agar ayollar o'zi chiqib ketsa, ularning o'zi to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egilariga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafiqa beriladi. Bu taqvodorlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. Sizlarni aqlini ishlatsin deb Alloh oyatlarini mushundoq bayon qilib beradi. O'zlari minglarcha turuqliq o'limdan qo'rqib yurtlaridan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Alloh ularga o'linglar dedi va ular o'ldi. Ondan keyin Alloh ularni tirildirdi. Alloh insonlarga haqiqatan karamlikdir. Lekin insonlarning ko'pchiligi Allohga shukr qilmaydi. Alloh yo'lida jihad qilinglar. Bilinglarki, Alloh haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Kimki pul melini Alloh yo'lida sarf qilib, Allohga yaxshi qarz beradi ekan, Alloh uningga necha hassi ko'p qaytaradi. Alloh ba'zi kishilarning rizqini tor qiladi, ba'zi kishilarninkini keng qiladi. Oxir hammanglar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ey payg'ambar, sana Musadan keyin kelgan Isroil avlodining katta boshlarining xabari yetmadimi? Ular o'z vaqtida o'zlarining payg'ambariga bizga bir podshoh tiklab bergin. Uning boshchiligida Alloh yo'lida jihad qilayli deyishgan edi. Payg'ambar, sizlarga jihad qilish farz qilinsa, jihad qilmay qolsanglar-chu, dedi. Ular yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va bola-voqilarimizdan judo qilingan tursak, qandoqmi Alloh yo'lida jihad qilmayli, dedi. Ular jihad qilish farz qilingan chaqda, ularning oz bir qismidan boshqa hammasi jihad qilishdan bosh tortdi. O'ziga zulm qilguvchilarni Alloh obdan bilguchidir. Payg'ambari ularga shaksizki Alloh sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi, dedi. Ular, u qandoqmi bizga podshoh bo'la oladi? Podshoh bo'lishga biz uningdan bakrak haqliqmiz. Uning ustiga uning mol-mulki ko'p bo'lmasa, dedi. Payg'ambar, Alloh rostilla sizlarga podshoh qilishga uni tanladi. Uni ilmi mo'l, qomatliq qildi. Alloh podshohlikni xohlagan odamga berdi. Alloh sizlarga bir sanduq keladi. Uning Rabbinglar tarafidan sizlarni taskin topqizadigan narsa va Musaning, Harunning tavobiatlari qoldirib ketgan narsalar qochlangan bo'ladi. Uni farishtalar ko'tarib keladi. Agar Allohga va uning payg'ambariga ishindigan bo'lsanglar, buningda albatta sizlar uchun bir dalil bor. Talut jihad qilish uchun askarlari bilan yo'lga chiqqan chaqda Alloh haqiqatan sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Kimki daryo suyidan ichadigan, u menga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydi ekan, u haqiqatan menga tavadir. Uningdan qo'li bilan bir o'chim ichgan odam buyruqqa xiloflik qilgan bo'lmaydi, dedi. Ularning ichidagi ozg'ina kishidan boshqa hammasi uningdan ichdi. Talut va uning bilan iymon etgan kishilar daryodan o'tgan chaqda dushmanning ko'pligini ko'rib, ularning bir qisi bugun biz
Jalut va uning askarlari bilan urushishga bardoshlik berolmaymiz dedi. Talutning askarlaridan Allohning huzuriga boradiganligiga jazman ishindiganlar Allohning irodasi bilan qanchilgan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qilgan dedi. Allah chidamliq bo'lg'uchilar bilan billadir. Ular Jalut va uning qo'shuni bilan tutishganda, ey Rabbimiz, qalbimizni chidamchanlik bilan to'ldirg'in, qadamlarimizni mustahkam qilg'in, kafir qavmiga qarshi bizga yordam bergin dedi. Nihoyat mu'minlar Allohning irodasi bilan kafirlarni yengdi. Davud Jalutni o'ldirdi. Allah Davudga podshohlikni, hikmat, payg'ambarlikni berdi. Uningga xohlagan narsalarni o'rgatdi. Allah insonlarning ba'zisi bilan mudobiya qilib turmasa edi, yer yuzi albatta xarobiylikka aylangan bo'ladi. Lekin Allah bütün jahon ahliga nihoyatda karamlikdir. Ey payg'ambar, bu Allohning oyatlaridirki, uni biz sana to'g'ri ravishda o'qib beryapmiz. Shaksizki, sen albatta payg'ambarlardinsan. Ana shu payg'ambarlarning ba'zisidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi bilan so'zlashdi va ba'zisining darajasini yuqori qildi. Maryam o'g'li Isoga ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Qudus Jibril bilan kuchlantirdik. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar o'zlariga o'p-uchuq dalillar kelgandan keyin urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ularning ba'zisi iymon etdi, ba'zisi inkor qildi. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Allah xohlaganini qiladi. Ey iymon etganlar, so'dilishish, do'stlik va Allohning ruxsatisiz shafaat bo'lmaydigan qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kafirlar o'ziga zulm qilguvchilardir. Bir Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi. Uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa uningdir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi va kaynidagi dunyo va oxiratdagi ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ilmidan, Allah bildirishni xohlagan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga ig'ir kelmaydi. U hammadan ustundir, hammadan ulug'dir. Bu oyat tilga ilingan kursi o'rindiq degan ma'noda bo'lib, uning qandoq ekanligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Dinda zo'rlash yo'qdir. Hidoyat ozg'unlikdan aniq ayrildi. Kimki har qanday soxta ilohlarni inkor qilib Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Allah iymon etganlarning egasidir. Ularni kufrining qorong'uliklaridan iymonning yo'riqligiga chiqaradi. Kafirlarning do'stlari tag'ut, ya'ni Allohdan boshqa cho'qinilganlardir. Tag'ut ularni iymonning yo'riqligidan chiqarib, kufrining qorong'uliklariga kirgizadi. Ana shular do'zax ahlidir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Allah ato qilgan podshohlik tufayli hakovurlashib, Rabbi to'g'risida Ibrohim bilan munozirlashgan odam Namrudni ko'rmadingmi? Shu vaqtda Ibrohim uningga "Mening Rabbim o'likni tirildiraydi, tirikni o'ldiraydi" degan edi. U "Menmo tirildirayman, o'ldiralayman" dedi. Ibrohim Allah kunni sharqdan chiqaradi. Qani sen uni g'arbdan chiqarib boqqin devidi. U kafir ig'iz ocholmay qoldi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam
ögizlari yiqilib xarobiylikka aylanib qolgan shahardan o'tgan va Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoqmi tirildirar degan kishini ko'rmadingmi? Shuning bilan Allah uni o'ldirib, shu holatida 100 yil turg'izib, ondan tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan: "Sen bu holatda qanchalik turding?" deb so'ravedi. U bir kun yoki bir kungami yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi: "Yo'q, sen 100 yil turding. Yemek içmekingga qarab baqqinki, hech buzilmagan. Eshikingga qara, uning so'ngaklari chirib ketgan. Seni insonlarga qudratimizning dalili qilishimiz uchun mushu ishlarni qildik. Bu so'ngaklarga qarag'inki, uni biz qandoq qo'rashtirib, ondan uningga qandoq go'sh qo'ndirdi ekanmiz. Bu ishlar uning ko'z oldida aniq bo'lgan chaqda u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini texmi obdan bilib oldim dedi. O'z vaqtida Ibrohim: "Ey Rabbim, o'liklarni qandoq tirildirdiganligingni menga ko'rsatsang" dedi. Allah: "Sen buningga ishonmadingmi?" dedi. İbrahim: "Ishondim, lekin ko'nglimning texmi orom tepishi uchun ko'rishni tilayman" dedi. Allah aytdi: "Undaqda qushdan 4ni tutib, ularni o'zingga to'plag'in. Ondan ularni o'ltirib parchalab, go'shtlarini paylari bilan aralashtirib, har bir taqqa ulardan bir bo'lagini qo'yib qo'ygin. Ondan ularni chaqirg'in. Ular darhol sening oldingga keladi. Bilginki, Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir."